Ko'rib turgan gazimiz azot. Ha, bu suyuq holatda, qachonki gazlar juda past haroratda saqlanganda, ular gaz holatdan suyuq holatga o'tadi. Endi qo'limdagi mana shu sharni suyuq azotga solganda nima sodir bo'lishini ko'ramiz. Qattiq holatga o'tdi. Endi buni xona haroratida ozgina saqlasak, o'qish kerak. Birov o'qib olim bo'larmiding deganda, ha, bo'laman deyishga kuch topinglar. Lekin o'qish baribir kerak.